Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 15-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. 15-hadisimiz solihlar haqlarida g'uluv ketishining, mazamatining, uning shirkka tushishining sabablaridan ekanligini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi minbarda aytardi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday deyotganini eshitdim: Nasroniylar Iso ibn Maryamni maqtaganlaridek meni ham maqtamanglar. Albatta men uning bandasiman, Allohning bandasi va uning rasuli denglar. Buxoriy rivoyati. Shu o'qigan hadisimizga hayotimiz tarzida amal qiladigan bandalar bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib so'rab qolamiz. Shu ko'rgan videolarga bir dona like va podpiska bosib qo'ysanglar yanada ko'proq xursand qilgan bo'lardi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.